أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وهب لنا من لدنك علما يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وفهمنا معاني التنزيل يا رب العالمين. أمد الإمام المفسر المحقق الفقيه الأصولي اللغوي النحوي أبو البركات النسفي رحمه الله üzerine Medarikut Tenzil ve Hakaikut Te'vil degan kitabida Allah Azze ve Celle'nin Fatiha suresideki İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in degan kavlinin tefsiriga kelgan edik bundan burun kelib to'xtagan edik. Endi bugun bo'lsa biz Allah Azze ve Celle'nin İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in degan bunu kavlinin tefsirini alımız. Aldı bilen biz bu tefsirga kirishdan burun bundan burunqi tefsirlarni qisqacha so'zlab bu tefsir bilan bu oyatning tefsiri bilan bog'lash uchun so'zlab o'tamiz. Bundan burun Allah subhanahu va taolo va taqaddas bizga shunday o'g'itib degan ediki Elhamdülillahi Rabbil alamin. Biz Elhamdülillahi Rabbil alamindan medihilash, maqtash faqatla yani barliq, maqtash, medihiye, şükür faqatla bütün alemlerin perverdigari Allah kalan pasikellikini. Bu Allah bütün alemni yüzününki kahır Allah Teala'nın bu alemni yüzününki kahır cebarut sübütülen emes belki Rahman Rahim sübütülen rahmet kılıp rahim şefkat yetkizip inam kılıp ihsan kılıp yüzününki Rab sübütülen perviş kılıp durduğalığını onudikin bu dünya gınam emes Allah Teala bu dünyanın gınam Rabbi emes belki ahiretinin mu ilgisi ikenlikini sözlep kilip yani biz Rab Teala'nı tunugan edik. Rab Teala'nı maqtaş kerak bolsa Allah'ını maqtaş. Medihilash kerak bolsa Allah'ını medihilash. Şükür etiş kerak bolsa Allah'a şükür etiş. O Allah'ın intayin rahim dil mehriban ekenligini bilish. Onundan keyin qo'rqish kerak bolsa faqat Allohdan qo'rqish. Chunki oxiratda hech qanday bir padişahlık, hech qanday bir mol mulk, mol dunyo asqatmaydigan chaqda hammaning egasi bo'lgan, hamisha egasi bo'lgan Allah birdan bir ega Allah ekanligini bilgan odam qo'rqish kerak bo'lsa kimni qo'rqidi ekan? Allohni qo'rqish kerak. Maqtash kerak bo'lsa Allohni maqtash kerak. Rahmat talab qilish, mag'firat talab qilish kerak bo'lsa Allohni tilash. Qo'rqish kerak bo'lsa Allohdan qo'rqish kerak. Deb tunudik biz. Rabbimizni tunudik. Endi Rabbimizni tunugandan keyin endi bu yerda navbat ne keldi? İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Yani Rabbini tunugan nimish qiladi o? Rabbimiz biz sanala fakat sanala ibadet qilamiz. Fakat sendan yordam tilaymiz. Yani bütün alemni perverish qilib turadigan, bütün alemning egisi, bütün alemni kontrol qilib turadigan Rabb Taala sen bo'lgandan keyin bütün alemga mehr shafqat yetkazadigan, ne'mat qilib biladigan, marhamat qiladigan, in'om beruvchi, ihson qiluvchi zot sen bo'lgandan keyin bütün hech qanday podshoh asqatmaydigan chog'da podshoh bo'lgan, hech qanday egi yo'q chog'da egi bo'lgan, oxiratdagi tugmas bitmas kunning egisi zot sen bo'lgandan keyin biz ibodatni sanglam qilamiz boshqasiga emas. Yordamni sendilam so'raymiz boshqasidan emas. Degan bo'ldi. Oyat karimning boshqa nima bilan baştaki ayetlerden bağlaşkan mesela münasebet. Anladın mı? Endi bugünkü tefsirindeki asas mazmun kirib ketamiz. Musannif rahimahullah deydi ki
İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in degan bunu Allah Teala'nın kavlideki iyya degan söz. Hem de bizge i'rabdan sözleydi hazır. Musannif bir turup i'rabdan sözleydi. Bazıda balağatdan sözleydi. Bazıda sarf ilminden sözleydi. Yani bazıda usul fıkhi ilminden sözleydi. Bazıda fıkhiden sözleydi. Bazıda akide biliminden sözleydi. Demek musannif her sahada toşkan yitik alim. Şu sebepten. Şimdi biz gibi yerde i'rab yani nahu meselesinden sözleydi. İyya yani iyyâke na'budu diyen sözdeki iyya diyen söz indel Halil ve Sibaweyh. Halil ve Sibaweyh diyen iki alimnin göz karşıda ismun mudmarun. Bu ismun mudmar yani damir. Damir öyleydi. Emdi aldırılan biz Halil diyen kim, Sibaweyh diyen kim desek Halil İmamu en-Nahu. İmamul Luga. İmamun Nahu. Sibaweyh bolsa Halil'nin nimesi talibi. Tilmiduhu. Sibaweyh Halil'nin talibi lekin Halil'nin ilmini çaşkan adam Sibaweyh. Yani kitap dep gelse fıkıhda usul fıkıhda gelse kitap Kur'an-ı Kerim'ni gösterdi. Eğer fıkıhda gelse el kitap dep Kuduri'ni, muhtasar Kuduri'ni gösterdi. Eğer nahvde kitap dep gelse kimnin kitabını gösterdi o? Sibaweyh'nin kitabını. Kitap Sibaweyh. Yani Sibaweyh Halil Ahmet Farahidi Halil'niki ilmini çaşkan. Onundakin bu ikisi mi de kattı alim. Bu işkelerin göz karşıda İyyâke na'budu'daki İyyâke diyen sözdeki İyyâ ismun mudmar ayırın. İyyâke ikisi bir isim emez. İkisi bir isim emez. K başka, İyyâ başka. İyyâ başka. Emdi indel Halil ve Sibaweyh ismun mudmarun. Yani damir. Bu damir. Vel kafu harfu hitabin. Emdi İyyâke'deki kaf harfu hitab. Demek bu damirge bazıda harfu hitap koşulup geliyordu. İyyâke buludu. Bazıda harfu et-tekellüm koşulup geliyordu. İyyâye buludu. Bazıda harfu el-gaybe koşulup geliyordu. İyyâhu buludu. Endi bu iyya damir mensub munfasil. İyya qanda damir damirla siz nahvu o'qigan bo'lsangiz insonlar bo'lishi mumkin. Damir muttasil, damir munfasil deb ikkiga ayriladi. Damir muttasil desak degan masalan innaka desam, ajadi innaka deki kalima damir muttasil. Masalan darabtu desam tu nima damir muttasil. Lekin bu mungkin iyyaya degan iyyaka iyyahu degan cho damir munfasil. Huwa huma hum hiya huma hunna degan cho damir munfasil. Unkeniden endi damir munfasil muttasil yani mansub merfu mecrur deb üçga bo'linadi. Merfu mansub mecrur deb üçga bo'linadi. Yani fa'illikqa mubtadalikqa fa'illikqa keladigan yerda marfu. Huwa jaa huwa masalan. Maf'ullikqa dalolat qiladigan yerda mansub. Masalan ra'aytu hu nima mansub muttasil. Darabani iyaya mansub muttasil. Nima mansub nima munfasil. Darabani iyaya degan iyaya masalan. Mecbur mansubmuş. Şuna ama yani nima uchun mansub? Çünkü mef'ulun bih. Endi mishadiki bu iyya qasi desa, iyya damir mansub nima munfasil iyya. Xo'sh. Anda da kaf şu desa vel kafu harfu hitabin. Bu ikisi bir isim emas. İyyake iyya başka, iyya damir kaf şu bazıda harfi hitap buludu, bazıda harfi tekellüm, bazıda harfi gaybe buludu. Ve emdi anda olgandikin iyyağı biz terkip etkan, i'rab etkanda, i'rab etkan vaktimizda İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in ve cezak iyya nima iyya damir mansub munfasil. Ka damirul khitab la mahalla lahu min al-i'rab na'budu fi'l
مضارع فاعل. نعبد فعل مضارع فاعل. إياك فاعل. إياك مفعول به مقدم. نعبد فعل وفاعل تحت ضمير مستتر. لما نعبد نحن. نعبد نحن ضمير مستتر فاعل. فعل فاعل مؤخر. فاعل مفعول به مقدم. شو نعلمه؟ النمي مفعول به مقدم بغلقنا سكين سودا بردو. لا محل له من الإعراب. يعني الإعراب يتقوى وقت كاف إياك ضمير منصوب منفصل ده بإعراب ما ينمديمز. إيا ضمير منصوب منفصل. ك حرف خطاب لا محل له من الإعراب ده نميدمز. عند الخليل وسيبوي نكس قرش بوجه. وعند الخليل بخليل سيبوي نك ortak tarafı ma o. Lekin işkelenlikine ortak iş boğanlıkken, iştirak boğanlıkken ayrıldığın tarafı var. وعند الخليل الخليل نكس قرش da huwa ismun mudmarun udife iyya ileyhi. Demek Sibavi'nin göz karşıda kaf ne la mahalle lehu minel i'rab. Onu terkip etkanda la mahalle lehu minel i'rab da terkip etimiz. Ama Halil'nin ustazının göz karşıda jo kaf biyadik ne kaf harf hitap la mahalle lehu minel i'rab emez. Belki o ismun mudmarun. Kaf aydan ne damir. Kaf aydan إنك دي ضمير متصل. كاف ضمير متصل أضيف إلى إياه. أضيف إياه إليه. أضيف إياه إليه. يعني وجد إياه مضاف كاف مضاف إليه. إياه مضاف كاف مضاف إليه برضه. يعني عند الخليل شو نعلمه؟ تركيبة وقت مصدر. لكن المعنى كل نفسه. المعنى ليس مختلف. معنى özgür ميد. معنى أخشش. بس بو إعراب جاتك. لماذا؟ طيب نمشقا بو مضمر بلودو دسا لأنه يشبه المظهر. Çünkü biyadiki kafniki nemege idap kılınışı. Alaka İyyağı idap kılınışıdaki illet bolsa çünkü bu kaf ve bu iyya nimge okşaydı o muzhar aşkar ismi okşaydı. Yani mudhar ziddu mudmar. Mudmar diyen damir. Mudhar diyen çoğu yani uçuk aşkar isim. Zeydun mudhar. Hu ama mudmar. Şunda. لتقدمه على الفعل والفاعل. O yani İyyâke'ninki fiil na'budu diyen fiil ve fail diyen na'budu nahnu diyen fail mustatarınki aldığı ötkerlik üçün nime kılındı? Bu kaf harf nime iyya diyen nime damirge idap kılındı. Harf nimiş idap kıldınız bunu dese? Çünkü bu fiil failin adı huddi ben isim ötetti. İsimle biz annemede ötküdük o. Bismillahi akra degandiki Bismillahni akra degan fiilni oldiga ötküdük taxsisni foydalash uchun. Xuddi shuningdek bu kapni bil o'tgandigim beshig'a. Demak bu ismga qilgan muomalani qilsak bo'ldi degan. Asli idofat qilish degan nimaning alomati o? Idofat qilish degan ismning alomati. Silnahu qanday qiladi? Va khasu va xususiyatuhu va khawasuhu. Ismning xususiyatlari yani dukhulul idafati ilayhi. İsmga idafat kirdi bu qilmaslar. Xuddi shuningdek ma kapqimi idafat kirdi dedik deydi. Lekin al-mu'tamad, al-qawlul mu'tamad harf la yudaf. Tushundingmi? Yani en meşhur mazhabdagi nahvchilarniki en jumhur ulamolarning en kuchli ko'z qarash qasi al-harf la yudaf. Yani harf idafat qilinmaydi. Nima harf doiman يكون الحرف لا محل له من الإعراب. هذا هو القول المعتمد. لا محل من الإعراب يوصل شنو؟ يعني ونغبز إضافة بدخلنا دميمز فاعل مرفوع منصوب دميمز. هنا إعراب دميمز. بس هنا ضمير مبني ديمز ومبني المبني شو كل غن بوجه مبني على الفتح ديمز لا محل له من الإعراب. كومد بيدش. ها؟ كومد.
Demek bizdeki Halil'den Sibevi'nin göz karşıda İyya'nın başka, kapının başka. İkisini ayrım keldi ki bir de ittifak keldi. Onun kendinden Sibevi kaf harfiga la mahalle lahu minel i'rab deyimiz dedi. Çünkü barlık harflerge şunda deyildi o. Halil'in göz karşıda bu isimge okşuganlık üçün bunu biz nima qilamiz? İdafat qilamiz. Yani kap mudafun ileyhin hükmünü alıdı hükmen. Def şunda deydi o. Hem de üçüncü kıl göz qaraş vermeydi. Ve qâlel kufiyyun. Hoş. Kufilikler. Hem de çünkü ma o Halil Sibevi deganimiz Basrilik ulamalar. Nahvu şunasda en meşhur nahvu şunasda Kufiyyun Basriyun deb şey bilingan. Basra, Kufa. Hem Irak'ın şehirleri, Irak'nınki. Ali radıyallahu anhu şehir kılgan, şehirler bu Kufa, Basra degan. Barlık til alimleri eşen çıkan. Xuddi to'rt mazhab bor degiday, Kufilik ulamada bu cho'ng bir mazhab bor, til ilmida. Basralik ulamada bir mazhab bor. Qolgan Hijazi deydiganlar bor, ular anda kuchli emas endi. Kufiyun, Basriyunda kuchli emas lekin ulama bor ekan, bor, yo'q emas. Ve qala Kufiyun, bu meselede Kufiyun nima dedilse Kufiyun İyyâke bi kemâliha ismun. Hem İyyâke İyyâ bil isim kaf harf hitap deb anda ayırıp oturmaydı. İyyâke kamil bir isim değil. Kufiyun. İyyâke bi kemâliha ismun ve takdimul mef'ul. Hoş emdi. Demek ki gap tugada. Yani Kufiliklarniki nimasi ko'z qarshi nima ekan? Yani İyyâke bi kemâliha ism. Gap tugada. Yani bak üç xil ko'z qarash oldu bizda. Kufiliklarga ko'z qarash kelganda İyyâke damir mansub munfasil mabniyun alal fathi mef'ulun bih deb taklif etimiz Kufiliklarga ko'z qarash bo'yicha. Endi bizga balag'at qoida musannif bizga balag'at taraf yurdi. Min nahiyatil balag'iyya. Balag'at tarafdan ve taqdimul mef'uli endi dedik İyyâke degan asl qoida bo'yicha fiil kirish lozim. Fiildan keyin fa'il kirish lozim. Fa'ildan keyin maf'ul kirish lozim. Ama bu yerda İyyâke degan fa'ilning oldiga, fiilning oldiga o'tib ketdi. İyyâke. Bu nima uchun desa, yani li qasdil ixtisas. Bu ixtisosni foyda bo'lish uchun. Ixtisosni maqsad qilganlik uchun nimaga oldiga o'tdi. Shunga agar na'buduka, asosan bu na'buduka va nasta'inuka. Na'buduka va nasta'inuka. Bu normal ma'no. Na'buduka desak sana ibadet qilamiz. Va nasta'inuka desa sendan yordam talab qilamiz. Anda demi iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in descho faqat sana ibadet qilamiz. Fakat sendan yordam talab qilamiz, boshqalarni emas degan ma'un va taxsis chiqdi. Onun keyinden vel ma'na hamda bunda bo'lganda bizga haliqi bala i'rob tarafdan, balag'iy tarafdan ma'ni deb bo'lgandan keyin hamda asosiy xulosa kalamdan ma'na. Xulosa kalam nima hammadan ma'na. Butunlay murad maqsad nima ma'na. Hada huwa hadafuna. Asosiy maqsadimiz ilmi sarf, ilmi nahv, ilmi balag'atning asosiy maqsadi nima? Ma'na. Biz shu Alloh taolaninki kalaminiki iroda qilgan to'g'ri ma'nosiga yetish uchun tilishimiz. Shuning uchun. Al ma'na vel ma'na shu bo'yicha bo'lganda ma'na nakhussuka bil ibada. Ibodatni faqat sing'ili qilamiz degan bo'ladi emas, gap tugadi. Bu kitob qisqa, muxtasar bo'lganligi uchun gapni uzoq so'zlamaydi. Endi har bir jumlada bir mazmun tugaydi, bir gap o'tib ketadi. Endi bizga vahiya deb o'tadi. Vahiya degani nima? Konanda bog'lab beshtiki bilan ya illatmiki deb bog'labsan manglar. Bu yerda jumla uzilib, ayrılib boshqa ma'ni yangi jumla musta'nafa. Bu yerdagi vo nima? Vo istinafi. Vahiya degan endi demakchi. Endi hiyadagi damir yarji deb ilaveyn yarji'u ila al-ibada. İbadet degan demakchi. İbadet degan nima? Ma huwa al-ibada? İbadetni ta'riflab o'tadi bizga endi. Ta'riful ibada. İbadet degan nimasi? İbadet degan aqsa g'oyatil xudu'i va tazallul. İbadet degan shu xudu' kamtarlik. Xudu' degan kamtarlik, kichik ko'ngillik, o'zini tuvan tutish. Tazallul degan gap xorliq, zorliq, o'zini hammadan tuvan o'ringa qo'yish. Xudu' degan kamtar bo'lish, tavodu. Yani kamtarlikning va o'zini xor
tuvan tutuşning eng yuqori pallasi. Aqsa degan ya'ni arfa'u degan eng yuqori pallasi nima? İbadet. O'zini tuvan tutish, o'zini xor qilish. Ya'ni Alloh taolaning oldida biz yaratuvchi Rabb, onda katta olamlarning Rabbi, onda katta Rahmon Rahim, onda Maliki Yevmiddin bo'lgan Allohning oldida o'zini ahqarul haqirin degan eng tuvallarning eng tuvini, eng xorlarning eng xiri, eng kamtarlarning eng kamtari, eng kichiklarning eng kichigi tutishning o'zi nima deb ataladi? İbadet deb ataladi. İbadet degan bir anda maxsus bir ibodatlarni qilib namoz o'qish faqat, zikrlarni aytish faqat. İbadet degan yaratquchining oldida o'zininki darajasini bilib, o'zininki o'rni eng tuvan bo'lgan o'rniga qo'yish, yaratquchini eng katta o'rniga qo'yib madihlash, yaratquchidan damlashda yaratquchini damlash, madihlash, shukr aytish, yaratquchiga shukr aytish, rahmat talab qilish, yaratquchini rahmat talab qilish, qo'rqishda yaratquchidan qo'rqish, o'zini cho eng tuvan o'rniga qo'yish degan mushu ibodat deb ataladi deydi. Xo'sh, endi va nakhussuka bi talabil mauna. Endi bu yerda iyyaka na'buduni tafsir qilib nimaga o'tdi? Va iyyaka nasta'in. İyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Xo'sh. Va nakhussuka bi talabil muawanati ma'unati wa adala anil ghaibati ila al-khitab lil-iltifat. Xo'sh. Endi va nakhussuka bi talabil mauna. Yani demek yordam talab qilishnimi sen de talab qilamiz deydi. Va nakhussuka bi talabil mauna. Ma'di talabil mauna nereden keldi desa, yani nasta'in degan ana nima avun chiqqan, avnan masdar, avun. Yani ki elif ve sin daiman nima talab uchun keladi. Elif sinin istef'ala yestef'ilu babı nima ma'nahul asli ma'nisi yaji talab uchun keladi. Demek bu yerdeki nesta'in ista'ana nesta'inu nima fi'l mudari, yani biz yordamni iyyaka yani faqat sen dilla talab qilamiz, boshqalardan emas degan bo'ldi. Xo'sh. Va adala endi boshqa yeni bir yangi mazmun keldi. Yangi mazmun. Ve adala anil gaybeti ilal hitabi lil iltifat. Yani gaybetten, yani üçüncü şahsdan ikinci şahsga nima uchun yetkeldi desa, iltifat uchun yetkeldi. Xo'sh, buni degan gap. Bizga Alloh taolo oyatning boshida dedi, elhamdülillahi robbil alamin, yani huwa. Barliq hamd sana u olamlarning parvardigori, lahu, xosul lahu. Nima g'oyib. الرحمن الرحيم يعني هو الرحمن الرحيم غائب. خبر متعلقه مالك يوم الدين يعني هو مالك يوم الدين. demek bir şeyden mesela mekan ma gayb mekan muhatap mekan ve ki gayb. Bütün cümleler yani üçüncü şahıs gayb sig'isi bilan kelgan ekan. Endi gayb sig'isidan iyyaka deblam ikkinchi nimaga muhatap sig'isi yetkilish. Sangala deb muhatap sig'isi yetkilish nima ma'noni bildiradi? Nima sababdan yetkiladi u? Desa Musannif rahimahulloh da'vat etdiki, va adala anil g'aybati ila al-khitab, yani bu g'ayb sigadan muhatap sig'a, yani üçüncü şahs holatdan ikkinchi shaxs holatga yetkilish sabab iltifat uchun. Yani balog'at qoidasida iltifat deb bir qoida bor. Inshaalloh shu bag'anda o'qiysizlar. Iltifat deb. Hamda bu iltifat tushunadi, xo'sh. Bo'lsa, iltifat nimaligimizga deb bildim bo'lsa biz. Wa huwa qad yakunu min al-ghaybati ila al-khitab wa min al-khitab ila al-ghaybati wa min al-ghaybati ila at-takallumi كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وقوله والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه وقول امرئ القيس تطاول ليلك بالأثمد ونام الخلي ولم ترقدي
ولم ترقد وباتت له ليلة كليلة ذي الآعر أرمدي وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود فالتفت في الأبيات الثلاثة حيث لم يقل ليلي وبت وجاءك خوش أمد مصنف رحمه الله bizga şu balagat qoidasidagi iltifat deganing nima ekanligini avval tushuntirdi. Undan keyin uniki nima uchun iltifat bo'lganligini deb berdi. Avval biz iltifatning nimaligini tushunamiz. Ma huwa al-iltifat? Yani hada bimathabati ta'rif lil-iltifat. İltifatniki ta'rifning o'rnida hisoblanadi bu. İltifat degan ve huve kad yekunu minel gaybeti ilel hitab. İltifat ba'zida üçüncü şahsdan ikkinchi shaxsga bo'ladi. Ya'ni huvadan antaga o'tkaziladi. Ve minel hitabi ilel gayba ba'zida ikkinchi shaxsdan uchinchi shaxsga o'tkaziladi. Ya'ni antadan huvaga o'tkaziladi. Ve minel gaybeti ilel tekellum. Yani ba'zida üçüncü shaxsdan birinchi shaxsga o'tkaziladi. Ya'ni huvadan nimaga anaga o'tkaziladi. Anaga o'tkaziladi. Fe'lniki nimasi shakli. Amaliyat to'liq ma'nosi bo'yicha iltifot 6 xil shaklda bo'ladi. Shuniki yana bir aks qilsak, masalan, takallumdan g'aybga 1, g'aybdan xitobga 2, xitobdan g'aybga 3. Qancha oldi hozir? 6 ta. Mana shu oldi. 3 oldi 6. Demak, iltifot jami'si 6, lekin men musannif katibini eng mashhur, eng ko'p qo'llaniladigan nusxasi katibini. Tushundingizmi? Xo'sh, endi bizga misol keltirib beryapti. Misol. Birinchi misol, ya'ni g'aybdan xitobga o'tkazilgan misol bo'lsa, g'aybdan xitobga o'tkazilgan misol bizniki iyyaka na'budu va ina. Alhamdu degan g'aybdan nimaga iyyaka deb xitob o'tkazilgan bir misol. Undan oyatdagi misolga qarasakmi, bu oyatda yana Alloh taolaning masalan hatta iza kuntum fil fulki va jarayna bihim bi rihin tayyibah deb ketgan o'rniga deb mushahada qiladigan bo'lsak, hatta iza kuntum fil fulki va jarayna bihim bi rihin tayyibah degan toki sizlar kimida bo'lsanglar ve o kimiler mayin şamallar bilen ularını elip aksa davatudu. Azim yerde kitaptın gayb etkiler. Asli qanday kilish kerak? Ve cerayne bikum deb kilish kerak. Hatta idha kuntum fil fulki ve cerayne bikum deb kilish kerak. Lekin bihim deb keldi. Kerak anda kilish kerak deganimiz yani asli qoida demekçi. Yani asl qoidadan chiqib başka şekilde keltirish chuqum bir foyda bor. Chuqum bir sabab bor, tushundingizmi? Bikag'anda kelmaydi. Ayatning uslubi asli uslubdan yutkilib boshqa uslubga o'tkilish nima li faidatin. Biz mumkin bilamiz, mumkin bilmaymiz. Lekin bir foyda bor. Masalan biz başdan dedik alhamdu deganga biz jumla inshoiy emas, jumla xabariya deb nahmadu alhamdulillahi robbil alamin dedik. Tushundingizmi? Asli shu bo'yicha kelganda nima ish kerakdi? Nahmadu degandan keyin iyyahu na'budu deyish kerak. Iyyahu na'budu ve iyyahu nesta'in bo'lish kerak. Tushundingizmi? Lekin nimada asli qoida shu edi, asli uslub. Lekin undan yo'tkaldi. Uning nima foydasi borligini arz deb berdi bizga. Hamda va qawluhu azza va jal vallohu allazi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu degandiki qaraydigan bo'lsak, Alloh shundoq bir zotdirki, shamolni avatib, bulutni haydab fasuqnahu dedi. O bulut orqali o'lik shaharlarni sug'aduq deyotdi. Mishadiki azvallohu allazi arsala riyaha fatuthiru sahaban asli bo'lish kerak fasaqahu bo'lish kerak. Fasaqahu. Ya'ni nima misol ekan bu? Bu yerda vallohu allazi arsala riyaha fatuthiru sahaban deb g'aybatdan o'tkiribdi. Nima takallumga fasuqnahu deb
Yani üçüncü şahsdan birinci şahsga. G'aybatdan takallumga, huvadan anaga yo'tkilib turdi. Nahnu o'shani demak, biz bu yerga musannif bizga oyatlar bilan birinchisida nimadan g'aybatdan xitobga o'tkazganni. Misolga, ikkinchisida xitobdan g'aybatga o'tkazganni keltirdi. Uchinchisi vallohu allazi arsala riyaha degan g'aybatdan nimaga takallumga yo'tkazganni misol keltirdi. Undan keyin va qawl imri'il qaysi degan imri'il qaysning qavliga o'xshash dedi. İmri'il qays degan kim bu? Alay deb ketdi desa, imri'il qays degan bu shoiru al-jahiliyya. Jahiliyat davridagi shoirlarning ichidagi eng mashhur shoirlar. Yani İslamdan burunqi Arab shoirlarining ichidagi eng mashhur, her sahada she'r yozgan, her sahada. Yani şu ilm fanniki adabiyat, Arab tili adabiyati haqidagi her sahada she'r yozib qolgan qattiq mashhur nima edi? Shoir edi. Jahiliyat davridagi. Shuning uchun bu İmri'il qaysniki she'rlari Arab tili adabiyatida nima bo'ladi? Shahid bo'la oladi. Din noktasından, din noktasından emas, din şeriat noktasından emas, belki Arap tili noktasından İmri'il qaysniki she'rlari nima bo'la oladi? Şahid bo'la oladi, hujjat, dalil, isbot bo'la oladi ma'na uchun. Endi mushu nima deyotdi? Mushuning she'rida yani iltifot degan qoida bor. Demak, Qur'oni Karim demak yo'q, Qur'oni Karim yo'q bir gapni ekanmidi. Arab tilida yo'q bir ishni uchakchi paydo qilib, ondan Arab tilini qonmay qilib igizpas qiliq emas. Demak, islom kelishdan burunmi Arab tili shoirlari ishlatgan nima bu uslub, qoida. Demak, bu fasad qoidasi. Hargizmi Qur'oni Karimning fasadini chiqaradigan xato uslub emas. Shunday gapning maqsadi nima deyotdi? Tatawala layluka bil asmadi va namal khaliyyu va lam tarqudi wa batat lahu laylatun kalaylatin zil a'iril armadi wa zalika min naba'in ja'ani wa khubbirtuhu an abil aswadi. Doğru. Ne demek istediyse? Birinci beytta el beytul evvel, el beytul thani, el beytul thalith. Şu beyt var yalnız. Tatawala leyluka bil asmadi. Yani asmad degan joydagi sizning kechingiz bek uzun bo'lib ketdi deydi. Asmad degan so'z asmad deb fatha bilan kelsa, asmad deb nima? Bir joy ismi, nima? Ismul mawdi'. Agar ismat deb kelsa, surma, ko'zga totadigan surma. Surmaning ismi. Bizim dükkanda satımız, çıksanlar satıp biliriz. Esmet. Yani eğer esmet olsa, nima? Mevdu. Bir joy ismi. Eğer ismet olsa, sürme demek. Sizin kechiniz ismet bilan, yani ko'ziga ismet degan surmani tatib, bak uzun bo'lib ketdi. Va namal khaliyyu va lam tarqudi. Namal khaliyyu degan, khali degan gap, yani al khaliyyu min al hammi val g'am degan bo'ldi. G'amdan, g'am g'ussidan xoli adam nima uxlayverdi ve lem terqudi. Siz uxlamadingiz. Az İmri'il qays o'zidan bir odamga chiqib o'ziga xitob qilyapti. Ya'ni bu kechida kuzgi ismat degan yerda yoki kuzgi ismat degan surmani tatib turib, nima kechida uxlamadi. Bu bir xabarni saqlayapti, intizor bo'lyapti. Bir xabardan bir kelishiga nima intizor bo'lib turyapti. Ani kechida uxlayolmadi. Lekin beg'am odamlarcha, g'ami yo'q odamlarcha hammamiz qo'yak tatib uxlayverdi. Hem de mal manası, metnin birinci manası, metnin manası ma o. Lakin şahit nima? Aş-şahit nima? Metnin manası emas. Şahit iltifat. Birinci tatawala degan nima ekan? G'aybat mi takallum mi xitob mi? Tatawala degan ma huwa? G'oybda. Evet, tatawala ayva g'aybat. Tamam? Tatawala deb unga layluka. Layluka deb nima boshida? Layluka nima xitob? Xitob. Nimadan başladı? Senin kechangda xitobdan başladı. Uni keyin va namal khaliyyu va lam tarqudi. Xo'sh, ma birinchisi nima boshlabdi? Asli qoida bo'yicha, ya'ni tatawala deb sening kechang tatawala layluka degandan keyin xitob bo'ldi. Asli mutakallim so'zni qilgan. Asli nima mutakallim? Asli tatawala layli deyish kerakdi asli. Chunki bu o'ziga xitob qilayotgandan keyin tatawala layli bil asmadi va namal khaliyyu va lam arqudi deyish kerak edi. Anda demak birinchida
nimadan mutakallimdan nimaga o'tkaldi? Takallumdan xitobga o'tkaldi. Birinchisi ma'naviy ma'vo, ha? İkincisi ve batat lehu leyletun kelayletin zil ailil ermedi degan ve bata degan gap nazala fil leyli degan bo'ldi. Bataning ma'nosi bir odam kechida bir yerga qo'nalg'i bir yerga tushsa, na uxlasin yoki uxlamasin o'xshash. Bata degan gap nama wala la ma nama sawa. Bas nazala fil leyl. Tushundingmi? Nazala fil leyli fil bayt wala fil makan. Kechida bir yerga tushgan bo'lsa, uxlasin yoki uxlamasin o'xshash baribir. Yani vabata diye o keçidi düştü. Vabadat lehu leyletun. Onunla birlikte keçimi birlikte düştü. O keçidi bir yere düştü. Onunla birlikte keçimi birlikte şeye düştü. Keleyletin zil ailil ermedi diyen. Zil air. Air diyen aslında küzü çapaklık adam. Küzde makalan. Air diyen bunda küzdümeye çıktı, ben çıkmaya çıktı, küz apkanı çıktı. Çapak demiyoruz. Küze çapak bulup kalan adam. Ha. Endi ermedi degan çok küzü ağırıp kalan. Küzü ağırıp kalan. Küzü kesel. Yani küzü ağırıp kalan kesel kiçidek. Küzü ağırıp kalan adam uxlayalamdı o. Küzü yumalamdı o. Yumamaydı, uxlayamaydı. Xuddi küzü ağırıp kalan, küzü çapak basıp kalan kesel adam dek kichimi adamni uxlatmaydi ekan. Kichimi uxlamaydigan kichi ekan. Demakchi o'g'ini men uxlamaganning dardida xuddi kichimi uxlamagandek o'ynab ketdi ko'zimga. Kichi kelib meni uxlatmagandek o'ynab ketdi deyapti. Uxlamaganligini dardida men o'sha xabarga saqlab, yoki o'sha xabarning tufaylidan men uxlayolmadim shu xabarning dastidan. Qattiq uyquyamadi ko'zimga demakchi. Endi shohid nima bu yerda desa va bata. Yani bata shuni ham bata va batat. الشاهد هنا اسمه ليلوك دب نما المقام مقامه ايش؟ مقام الخطاب ايده. مقام الخطاب ايده. مقام الخطاب تنمي قد keldi? غيبة. مقام الغيبة قد keldi. بات وباتت له ليلة دب غيبة قد keldi. Onun için üçüncü beti karayımız hem de. وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود. أنا شو؟ ما هو السبب؟ ما هو سبب طوال ليلتك؟ ما هو سبب ما هو سبب sizniki uxlashingizning, uxlayolmasligingizning, ya'ni sizniki kechada uxlamay tunab o'tkazishning sababi nima? Nima uchun uyqu kelmadi? Nima uchun anday ansab, g'am qayg'u yeysiz sabab nima desa, va zalika ana shu meni kechada uxlamasligimning sababi bo'lsa, min naba'in ja'ani man kelgan bir xabarning tufaylidan. Man kelgan bir xabarning dastidandir. Va xubbirtuhu an abil aswadi. Men u xabarni kim to'g'riliq angladim? Abil aswad to'g'riliq anglagan bir xabarim bor edi. Shu xabar to'g'riliq men kechada uxlayolmadim. Bu xabar qasidi Abil Aswad degan kim? Bu shoirning dadisi. Imrul Qaysning dadisi ekan Abil Aswad degan. Dadisining o'lim vafoti. O'lim xabar kelgan ekan shu chog'da. Dadisi o'lib qoldi degan xabar kelgandan keyin shu kechada nima qilmabdi ekan? Uxlayolmabdi ekan. Endi ash-shahidu huna bu baytga shahid qasidisa va zalika min naba'in ja'ani deb hozir yetgandan kana maqamul khitab. Nima maqamul g'ayba edi. G'ayb muqamdan ne yetgeldi? Mutakallim yetgeldi. Ja'ani deb mutakallim yetgeldi. Yani üçüncü shaxsni birinchi shaxs yetgeldi. Ja'ani va xubbirtuhu an abil aswad deb xubbirtuhu ja'ani deb nima yetgeldi? Yani mutakallim yetgeldi. Demek bu qoida islom kirishdan burun jahiliyat davrida nima umumiy taralgan fasohatlik shoirlar qo'llaniladigan, mashhur shoirlar qo'llaniladigan nima fasohatlik qoida ekan. Demek Qur'oni Karimdagi bu qoidasi hargiz nima emas? Fasad balag'atga zid emas, balki Qur'oni Karimning fasad balag'at texnik ko'tarilgan. Xo'sh. Musannif davatidagi faltafata fil abyati thalatha. Yuqorqi bu 3 baytda Imrul Qays shoir nima qildi? 3 qitim yetkeldi. İltifat degan gap, iltifat qildigan yana bir uslubdan yana bir uslubga yetkeldi. Haythu lam yaqul, yani qanday qilib desa, yani u Leyli 5 ta tatawala Leyli demedi. Uni maqsadi uzun demakchi edi, uzun demakchi edi. Qoida bo'yicha nima deyish kerakdi? Tatawala Leyli deyish kerakdi. Birinchida nima qilmadi? Leyli demedi. Leyluka dedi. İkincide va bata dedi. Asli nima deyish kerak? Va bitta
ديش كده كده وبت وباتت له ليلة وبت وباتت لي ليلة ديش كده كده anladın وبات دب koydu وبت demedi üçüncüsü de وجاءك ديش كده كده وجاءك ya çünkü ikincisi hitap bolgandan keyin onu kendine mükriş kerakdi hitap halat kilish kerak edi anda kelmay ve ja'ani deb mutakallim yetib keldi mana bir şey 3 xil uslubda yetib keldi deyapti endi bizga limaza deyapti limaza nima uchun bunda g'aybdan hitobdan takallum o'tkaziladi desa val arabu xush o'xshlar والعرب يستكثرون منه ويرون الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل في القبول عند السامعين وأحسن أدخلوا في القبول عند السامعين وأحسن تطرية لنشاطه وأملأوا للاستلذاذ بإصغائه لكن ما أدخل ما هو يرون ديجنكي مفعولة أدخل في القبول عند السامع وأحسن تطرية لنشاطه وأملأ لاستلذاذ إصغائه خوش أمد مصنف أمد نمي üçün Arap bunda iltifatını köp kılıdıysa vel arabu yestekthirune minhu Arap bu iltifatını nima köp kollunudur ve yaravna ula şundaq dap qaraydı ve yaravnal kalama idan taqala min uslubin ila uslub kalam bir uslubdan yani bir uslubga yetkelsa nima dap qaraydı adkhalu fil qabul inda sami' dap qaraydı şuna adkhala dap yaravnaniki ikkinchi maf'ul qildik yaravnaniki ikkinchi maf'uli qildik ya'ni adkhala fil qabuli inda sami' anlığı adamniki nazarida qubulga bakrak kirgizidir inda sami' adkhalu fil qabuli inda sami' degan ya'ni anlıg'uchiga nisbatan anlıg'uchi qubul qilib anglash degan ish qilib bo'ladi biri sama'a qabul ya'ni bircho sama'a inkar sama'a qabul degan gap hozir sizlar meni gapni sama'a qabulda anglab turyapsizlar anglab qabul qilish tariqasida anglab turyapsizlar endi sama'a inkar degancho anglab qo'ylar nima ekanligini bir qator desana ashyoda nima qilamiz deb inkor qilish uchun anglaydigan odamlar bor qabul qilish uchun anglaydigan odamlar bor demak bu nima uslubdan bir uslubga o'tkazish ya'ni inda sami yani sami anglagan odamni sama'a qabul anglab qabul qilish tariqasida anglaydigan qilishga nimasi bor bakrak foydasi bor bir va ahsana tatriyatan li nashatihi degan ahsana tatriya degan gap tajdid degan gap tajdid tatriya masalan nima tariya deb aytib qo'ygan kim tariya lahman tariya yangi go'sht degan gap tariya degan gap yangi go'sht degan gap nima va ahsana tatriyatan li nashatihi degan uniki aktivligini ya'ni gap anglab turgan odamniki nima aktivligini ya'ni jo'shqinligini jo'shqinligini nima qilishda yengilashda yaxshiroq rol o'ynaydi suylovchi endi bizda kalamni bir uslubdan yana bir uslubga o'tkash anglovchiniki aktivligini oshiradi va amla'a listilzadi isgha'ihi anglovchining gapga quloq selishini va quloq selib lazzat hosil qilishini bakrak to'ldirdi deydi to'ldirg'oqroq degan bakrak to'ldirdi ya'ni uni anglagan gapdan lazzat hosil qilishda texma yaxshi rol o'ynaydi nima iltifot qoidasi deyapti xo'sh vaqat taxtassu وقد تختص مواقعه بفوائد ولطائف فلما قلما تتضح إلا للحذاق
للحذاق المهرة للحذاق المهرة مهرة مهرة والعلماء 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 النحارير وقليل ما هم خوش وقد تختص مواقعه أمن بعض iltifatның mevkaleri bir fawaide ve lataife degan bir qancha foydalarga bir qancha inchga nuqtalarga xos bo'ladi. Qallama tattadihu buni faqatla huzzaqul mahara degan intayin usta mahir odamlarla vel ulema'un nahari degan nihrirning ko'p shakli. Yani nihr degan yani al kamil fil ilm degan bo'ladi. Akmalu fil ilm. İlimni to'shqan olimlarla tattadih degan gap farq etalaydi. Ya shuni aniq ro'shan bilalaydi. Lekin ko'p odamni bilolmaydi. Va qalilum ma hum. Ular bak az. Yani ma'diki ma ziyada bu yerdagi nima? Li ta'kidi al-qilla. Ma zaida huna li ta'kidi al-qilla. Yani va qalilun hum jiddan degan bo'ladi. Ular bak azdir. Xo'sh. ومما اختص به هذا الموضع أنه لما ذكر حقيقة بالحمد والثناء وأجرى عليه تلك صفات العظام تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيق بالثناء وغاية الخضوع تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيق بالثناء وغاية الخضوع والاستعانة في المهمات فخوطب ذلك المعلوم متميز بتلك الصفات فقيل إياك من هذا صفاته يا من هذه صفاته نعبد ونستعين لا غيرك خوش أمد دواتك ومما اختص به هذا الموضع خوش أمد أن usta أن mahir أن ilimde toşkan alimler olmasa fark etemeydiğen faydalar hasıl ise أمد söz davatı ومما اختص به هذا الموضع bu ulun xas bo'lgan boshqa urlardan alayda farqlanib turadigan xas bo'lgan yerlarining qatoridan shuki annahu lamma zakara al haqiqa bil hamdi amdi banda demak jamiyatiga zakara al qari demak qari Qur'onni o'qigan qari al haqiqa bil hamdi va sana hamd va sanoga loyiq bo'lgan zotni tilga oldi ve ecra aleyhi onunla tilke sıfatil mesela elhamdülillahi rabbil alemin dedi demek ki elhamdülillahi rabbil alemin dedi. Onun gibi ve ecra aleyhi tilke sıfatil izam diyen o rabbil aleminge şu katlı sıfatlarını ecra diyen cari kıldı diyen yani Er-Rahmanir-Rahim Malik Yevmiddin dedi. Şu sıfatlarını sıfatledi. Ondan sonra dedim o da teallakal ilmu بمعلومين يعني تعلق العلم يعني تعلق علم القارئ مش آيات أقران قارن علمي بمعلوم عظيم يعني قط عظيم الشأن يعني عجائب حال قط حقيق بالثناء يعني مختشق انتين لايق سزاور وغاية الخضوع والاستعانة في المهمات وغاية الخضوع والاستعانة في المهمات يعني مهم işlerde en küçük köngül bulup, kemtar bulup, üzerine tüven tutuşqa ve yardım talep kılışqa en layık boğan, en gayet nişan boğan zat, katı bir zat ikenlikini bildi. Bunu okuyan adam, malumatını bildi. فَخُوطِبَ ذَٰلِكَ الْمَعْلُومُ الْمُتَمَيِّزِ Muşu mutemeyyiz diyen bitilke sıfat, muşu sıfatlarla ayrılıp tuğan, muşu sıfatlarla ayrılıp tuğan, muşu ma'lum yani huvallah. Allah subhanahu ve teala ve tekaddes şunda hitap kılındı ki fakir an değildi. İyyâke ya men hâzihi sıfatu na'budu ve nesta'inu la gayrak. Ey
Muşu sıfatlar bilen sıfatlangan zat Allah Rabbimiz. Biz sana ibadet kılamiz. Sen dilli yordam tilaymiz. Senin gayringga qulchilik qilmaymiz. Senin gayringdan yordam talab qilmaymiz deydi. Tushundingmi? Men buni sizlarga qachon deb bergan? Darsning 5ida. Tushundingmi? Darsning boshida ilgirki munosabat bilan oyatning munosabati bundaq deb bog'lab bergandim. Bog'lab bergandim shundami? Hozir musannif demoqchi bo'lgan gap shu. Ya'ni shu 5 bilan bog'lab kelib, shu haqiqiy olimlarla bu o'rindagi inchki mazmunni bilalaydi deydi. Tushundingmi? Xo'sh. Va quddimatil ibadatu. وقدمت العبادة على الاستعانة لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة أقرب إلى الإجابة أو للنظم أقرب إلى الإجابة أو لنظم الآية لنظم الآية كما قدم الرحمن وإن كان الأبلغ لا يقدم وأطلق وإن كان الأبلغ لا يقدم بولش ممكن بو خوش أمد دوات ذيك وقدمت العبادة على الاستعانة ما يجي معلومات başkını bakalım çıkalım yeni mezmun. B'de İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in deb ibadet isti'anetning oldiga qo'yildi. İbadet sana ibadet qilamiz degan so'z, sendil yordam talab qilamiz degan gapdan oldiga qo'yildi. Az qoida bo'yicha ya Rabb biz sendil yordam tilaymiz. Bizga sana taat ibadet qilishga bizga sen yordam bersang, biz sana ibadet qilsak deb baldi isti'anet tilab undan keyin baldi yordam tilsa bo'lmamdi degan savol kelib qolsa, buning javob. Buning ibadatning isti'anet yordam talab qilishning oldiga qo'yilishiga sabab bo'lsa, li'anna chunki taqdimal vasila degan vasilani ilgari qilish qabla talabil hajati aqraba ila al-ijaba degan, ya'ni hojatni talab qilishdan burun vasilani ilgari qilish ijobatga yaqinroqdir. Ya'ni bir odam Alloh taologa ibodat qilmay turib, hech qanday vasila qilmay turib, yurg'az Alloh men uni ber, buni ber deb so'rasa, buning mudasurg'inidan baldi ibodat qilib o'tib, Alloh taolani rozi qilgan amallarni qilib o'tib, undan so'rashchi ijobat bo'lishi nima? Aqrab, yaqin. Ijobat degan ya'ni Alloh taolaning uning tiligini, uning talabini qabul qilishiga nima? Yaqin. Masalan, istijaba degan, istijab. Ud'uni nima? Astajib lakum. Duo qilish, arkadaşlar duo qilish, Alloh taolo duo qilinglar, ijobat qilaman dedi, lekin ma oyatdan bizniki inchki nuqtadan İyyâke na'buduni baldiga keltirib, nasta'inni keyinga keltirgan mushu inchki nuqtadan shuni bilamizki, ibodat baldir bo'ladi, duo talab keyin bo'ladi, shuning bilan ijobat keyin bo'ladi, yaqin bo'ladi, aqrab bo'ladi deydi. Av amdiyaki buning sababi İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in deb nasta'inni keyinga keltirishning sababi, ikinci sebep av li nazmil ayi kema quddimer rahman. Yani ayetniki nazmi, ayetning nazmi siyaqi, qafiyasi Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in deb hammasi ya nun bilan ayaqlashgan, o'xshash qafiya. Agar İyyâke nesta'inu ve na'budu desa qafiyaga tushmaydi. Yoki bu sebepten deydi. Çünkü asli Er-Rahman biz okuduk. Er-Rahman'ın manisi Er-Rahim'den eblag. Er-Rahman Er-Rahim'den eblag dedik. Asli kaide qandaydı? Et-terakki minel adna ilal a'la. El-kaide et-terakki minel adna ilal a'la. Tüvenden üstüge çıkış. Baldır apıştı depeyen İslam'da olsa. Baldır tüvenraqını dep kişinin onu yuquraqında kim kelgan sifat baldırgından bo'lish kerak, yuqori bo'lish kerak, dedikmi? Asli qoida lekin anda turib beshtama Ar-Rahmanir Rahim deb keldi. Baldırdikmi anda keldi sababi nima edi? Ar-Rahim, Alamin, Ar-Rahim, Yevmiddin deb ya nun bilan oxirlashgan hamma nima bilan? Yani favasilga rioya qilib, muraatul favasil deb bir qoida bor. Muraatul favasil. Yani hamma oyatlarning oxirisi o'xshash ayolish. Mush sababdan yoki. Davud. وإن كان الأبلغ لا يقدم يعني أصل قاعدة ده أبلغ لا يقدم ديان مبالغة لك بوغان أن مبالغة لك بوغان إيش لا يقدم ألدو قيال ما يدغن بوسمو الرحمن ألدو قيال ده نمشن دسا
Linazmil ay. Ay degan ayatının köp şekli. Ayun degan ayatının ki cem'isi. Hoş. وإن كان الأبلغ لا يقد وأطلقت الاستعانة لا تتناول كل مستعان وأطلقت الاستعانة استعانة لتتناول لتتناول كل كل مستعان فيه. ويجوز أن يراد الاستعانة يراد الاستعانة به وبتوفيقه على أداء العبادة ويكون قوله اهدنا بيان المطلوب من المعونة كأنه قيل كيف أعينكم كيف فقالوا اهدنا الصراط المستقيم. خوش حمد. وأطلقت الاستعانة بهذا إياك نعبد وإياك نستعين دب مطلق كاتل ليس مقيدا مقيد كاتل يعني نستعينك في ماذا؟ يعني biz nima aqti yordam talab qilamiz deb bunga ya bu taat amal ibodat qilishga bizga yordam qilgin yoki bizga dunyolik ishlarimizga yordam qilgin yoki bizga oxirat ishimizga yordam qilgin deb nima qaytdim biz kelmay mutlaq keltirildi. Bizga yordam qilgin. Biz yordamni sen bilan tilaymiz dedi. Nimaga yordamni? Nima qilishga yordamni sen tilaymiz degan kamida qayt kamida balki nima olib keldi? Mutlaq keldi deb o'tadi. Nima uchun desa لتتناول كل مستعان فيه. Yardım talep kılındıgan işinin hemmesini öz içerisinde. Nima el-mutlaq nima yufidu el-umum. El-mutlaq yufidu el-umum. El-muqayyad yufidu el-khusus. Mutlaq umumni fayda beradi. Muqayyad khususni fayda beradi. Xo'sh, endi bu yerdagi mutlaq keltirishi, nasta'in deb mutlaq keltirishi, ya'ni sana taat amel ibadet kılışımızda yardımını sen dilam tileyimiz. Bu dünyalık işlerimizde yardımını sen dilam tileyimiz. O dünyalık işlerimiz yardımını sen dilam tileyimiz. Çoğun işlerimiz yardımını sen dilam tileyimiz. Küçük işlerimizde yardımını sen dilam tileyimiz. Hem işlerimizde yardımını fakat sen dilam tileyimiz. Hâzâ huve tevhid. Hâzâ huve ma'na tevhid. Şunun için Peygamber aleyhissalatü vesselam bir sahabe diyen ki eğer sen kadirlikin bolsan, küçüğünlükin yetse, mehluktun yerden talep kılma. Mehluktun hacetini talep kılma. Şunu mu? O sahabe deydi, ben onundikin hacetini mehluktun talep kılsamadım. Talep bakmadım deydi. Hâzâ huve cevherut tevhid. Tevhidin asaslık cevheri, migizi, hacetini mehluktan tilmesdir. Şundan mı? Çoğun hacet olsun, küçük hacet olsun. Gerçi şeriat yolu koygan hacet olsun mu? En avzeli ben dedim mehluktan hacetini tilmesdir. Şunun için intihar yaxşı bir dua var. Devamlık bu dua tilep adamın Allah Teala bendeki muhtaç kılmaydı. O dua olsa Allahümme ekfini bihalalike an haramike ve aghnini bifadlike ammen sivak. Muş duanı devamlı kıparsa Allah Teala bu kişinin bendeki muhtaç kılmaydı. Ya Allah biz ne mehluku muhtaç kılmasa. Ve yecuzu emdi ve yecuzu en yurada el-isti'anetu bihi ve bitevfiqihi ala adâil ibadat. Emdi biyadiki ben İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'indiki nesta'indin en yurada el-isti'anetu bihi diyen billah diyen. Yani Allah Teala olan ve bitevfiqihi ve Allah Teala'nın tevfik bilen nimege yardım talep kılış, irade kılış mümkün. Ala adâil ibadat yani ibadetlerini ada kılışka. İbadetlerini ada kılışka bizge tevfik, senin tevfik olan ve seninki sen bilen ve senin tevfik olan yardım talep kılımız diyen manası buluşumu ne yecuz. Nemişka. Ve yekûnu kavluhu Allah Teala'nın kucağında ihdina sıratel mustakim diyen kavli beyanen lil metlubi minel me'ûne. Yani bizge yardımını sen dilab tileyimiz diyen mucmel yardımın bayanı kalsa bizni doğru yolga başlayan diyen ayet kolu buladı. Yani demek bizden senden tilegen yardımımız demeken dindeki yani bizi doğru yolga serisini ibaret yardımken. Yani amel kılıştaki yardımken. Bayanen lil metlubi minel me'ûne. Keennehu qil huddi keyfe u'ynukum Allah Teala size kandak yardım kılınmayan dese fekalulah ihdina sıratel mustakim diyen deklan boldu. Deydu ve ahiru da'vana
أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.